ideal ayolni tarbiyalash uchun erkakning vazifasi qanday bo'ladi? Ideal ayol o'zini ayolligini his qilish uchun birinchi erkak kerak bo'ladi-da. Masalan, oddiygina "Sen menga juda ham yoqasan. Men seni to'g'ri tanlaganman. Hayotimda sen bilan yashayotganligim uchun shukrlar qilaman" deb samimiy chin yurakdan aytib qo'ysa, ayol bilasizmi? Mana shu dunyoni bir aylanib kelib erkakka xizmat qiladi. "Men seni yaxshi ko'raman. Agar dunyoga yana bir marta qaytib kelsam, seni izlab topar edim. Agar seni topmasam, dunyodan yolg'iz o'tishga ham tayyor edim" desa, xafa bo'lgan bo'lsangiz ham kechirasizmi? Hammasini kechiradi. Turmush o'rtog'im, "Sen meni yerda yoqib ko'kda marjonimsan" degan. Butun umr sevib kelyapman mana shu gap uchun. Hech qachon yodimdan chiqmaydi. Va u menga ko'p takrorlaydi shu gap. Yashayotganligimdan, dunyoga kelganimdan xursand bo'laman. Ayol ham xuddi shunday. Siz ayting eringizga, "Agar men yana bir marta dunyoga qaytib kelsam, sizga turmushga chiqqan bo'lardim, sizni tanlagan bo'lardim" deb samimiy chin yurakdan aytib qo'ying. Hatto aldayotgan bo'lsangiz ham o'sha erkak sizni sevishni boshlaydi deyman. Erkaklardan kutib qolaman, agar ayoliga shu so'zlarni aytsa edi, butun umr ayolni baxtli qilgan va shuning uchun ham shu xonadondan nur porlab turganini ko'rar edi.